Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 41 yoshli narpaylik fuqaro o'z xonadonida giyohvandlik o'simligi yetishtirib kelgani aniqlandi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. 41 yoshli narpaylik fuqaro o'z xonadonida giyohvandlik o'simligini yetishtirib kelganligi aniqlandi. Bugun ushbu zahri qotilni inson salomatligi va jamiyat rivoji uchun naqadar xavfliligi borasida bong urilayotgan bo'lsa-da, bu kabi qabih harakatlarni sodir etayotganlar oramizda borligi achinarli. 41 yoshli fuqaroni xonadoni tekshirilganda u 51 tup giyohvandlik o'simligini ekib, parvarishlab kelganligi, buning ustiga elektr energiyasi tizimiga noqonuniy ulanganligi fosh bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Narpay tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda yurtimiz bo'ylab bu kabi holatlarni aniqlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadida xavfsiz va sog'lom yurt keng ko'lamli profilaktik tadbirlari olib borilmoqda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.